mingga qolganlaringizni beradilar. Nereden yiyeceğiz? Assalomu alaykum. Kedilar necha mingga aka? Kedilar 3 mingga. Piyozlarning? Qizillar 3 ming, kersikalar 5 mingga. Boshqa 8 tane. Olmalarning? Qizillar necha? Bergilarning? Bergi sarılanchalar? Sarılar 5 tane, qizillar 8 tane. Karamlar necha mingga aka? Assalomu alaykum. Karamlar 3 mingga. Ko'proq olgani ne? 2,5 ming ko'proq olgani. Assalomu alaykum. Analar necha? 12. Analarni 12 dan bo'lib turibdi. Bugun haftaning birinchi kuni 3-noyabr. Assalomu alaykum. Bananlar necha mingga? Bananlar necha mingga aka? Üzümlarning? 80'lik gaping shu 80. Üzümlar 9-10 ina, bananlar 18 dan bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xonam? Burslar necha mingga aka? 8 ming. Bular 8 ming. Burslar 8 tane. Olmalarning? Qizillar necha? 8 ming. Bergilarning? Bergi sarılar necha? Sarılar 5 tane, qizillar 8 tane. Assalomu alaykum aka. Ukroplar necha? Ukroplar 5 mingga. Piyozning? 5 5 mingga. Sen neye görecek misin? Assalomu alaykum. Kedilar necha mingga aka? Kediler 3 ming so'm. Kedilar 3 mingga. Piyozlarning? Piyaz 4 ming, qizil 3 ming. Qizillar 3 ming, kersikalar 5 mingga. Yashillar 3 ming. Yine bugün 3-noyabr, haftaning birinchi kuni. Assalomu alaykum aka. Kersikalar nechadan kilosi? 4 ming. Kersikalar 4 mingga. Xaltaqaning? 5 ming. Xaltaqa 5 mingga. Piyozlarning? Oq piyoz, qizil piyozlar? 2 ming so'm, alovi 3 ming 600. Oqlar 2 mingga. Yine xaltaqa kiloga kelishib olaveramiz. Bugungi baholar shunday bo'lib turibdi. Ina bu kedilar Kerem'den terk ko'rganlarına qaranglar. Kerem'den necha mingga aka? Assalomu alaykum. 3 ming so'm. Kerem'den 3 mingga. Ko'proq olgani ne? 2,5. 2,5 ming ko'proq olganidan yana. Yashillar bor. Yashillarning bahasi necha bugun? 3 kilo 10 ming. Xaltaga 2,5 dan. Xaltaqa 2,5 ming, 3 kilo 10 ming kilogram. Turiblarning? Turiblarning yana shunday baho bo'lib turibdi bugun. Piyozlarni qaytib beradilar. Assalomu alaykum. Xurmolar necha mingga bo'lib turibdi setga? Xurmolar ham yana ko'payib boshlayapti rostdan. 5 mingga xaltasini beradilar yana kilosi. Qovlayni hali bor ekan. Assalomu alaykum. Qovlan necha mingga bo'lib turibdi? 3 mingga yana. Usag'andan chaqma qilib beriladi aka. 3 mingga yana qolganlaringizni beradilar. Yana ben egasi qaytib arzon beradilar. Assalomu alaykum aka. Kersikalar nechadan bo'lib turibdi xaltaga? Kilog'aning?
Kiloga 5000 gang. Yine xaltaga 4800'dan. Piyazlaning? Setga qizilla, oqla 2000 so'm mayna setga beradilar. Bugungi narx-navo shunday bo'lib turibdi. Karamlaring? Karamlar 2,5 mayna her turi bor. Assalomu alaykum. Kedilanchilar bo'lib turibdi. Kedilar 4000 gina her turidan bor. Yine keskeler. Assalomu alaykum. Keskelanchilar. Keskalar 3800 so'm, xalta 3700 so'm bor. Xaltaga 3700. Yeri keskamiz bor, yine 25 kilo chiqadi, 4,5 ming. 25 kilo 4,5 ming olur. Yine pazarda bir gün şunun narx-navo bo'lib turibdi. Hozir endi meva bozori o'tib, meva bozoridagi narx-navolarni ham aytib o'tamiz. Yine pomidor meyvelerin bakalarını biliriz. Assalamu alaykum. Pomidorlar neçeden yapı? Pomidorlar neçeden? 10-13 tane. Assalamu alaykum ağa. Narx-navolarni aytib berasiz bugungi narx-navolar? Lavyalanchidan, marslanchidan. Maslaning? Birinchilar chesnok 20dan 30 gacha. Birinchining? 6,000 gacha. Zigaronning? Zigaron 10 ming so'm bor. Rahmat ağa. Hop. Bularni aytib berasizmi endi narxini? 25 ne bak, kırmızı mı, şanlı mı, garip mı, çeşitli mi, fasulye mi, kalsalara mı girmeden? Gelişib qaytib berasiz ağa. Yine ne var? Eriklerimiz var, 25'ten 25'e. Yine erikler. Yine ne var? Ne kanal? Qo'ygan vaqti ko'rasiz endi. Qo'ygan vaqti ko'rasiz ağa. 4 yıl bazı. 4 yil bozor. Yaxshi ağa, sog' bo'l. Yine narx-navolar bugun shunday bo'lib turibdi do'stlar. Assalomu alaykum aka. Ukroplar nechadan? 5 milyon. Piyazlaring? Piyazlar 5 milyon. Zelenlarni? 5 milyon var. Ular 5 ming. Rahmat aka. Ya narx-navolarni ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum aka. Yashillar nechadan? 5 milyon 3 milyon. Lavlaglarni? 5 milyon. Xaltaga bo'lsa kelishib berasiz, to'g'rimi? Keremler qanchadan? Keremler 3,5. Yine narxlar shunday bo'lib turibdi. Bananning kilosi 18-20 bo'lib turibdi. Hammada tur bo'lib turibdi. Endi de optim beradilar. Anarlarni ko'ringlar. Assalomu alaykum. Narx-navolarni aytib berasizmi? Bular 30 dan mandarinlarning? Kiwi? Kiwilar 30 dan. Banan necha bo'ldi bugun? 20. Bananlar 20 dan bo'lib turibdi yine. Assalomu alaykum aka. Zavarkilarni aytib berasizmi baholarni? Baholar tushib şöyle. Qara.
40 mingdan bor, 42 mingdan bor. 90 mingdan, 30 mingdan, 48 mingdan koduna qarab. Ha, koduna qarab. Xurmolaring? Xurmolar 32 ming. Xurmolar 32 dan. Moylancha bo'ldi bugun litri? 21dan. 21 dan. Rahmat aka. Assalomu alaykum. So'qlanchang bo'lib turibdi. 15 dan beryapti. So'q 15 dan. To'g'ri ishlayapti. Yusufdan ishlab berasiz. Oldiga chiqib berayman qo'radonadan. Ana ulardan qoradona, Surxondaryoniki, Qashqadaryoniki yukib o'chirgan bu. Rahmat aka. Qaysi kanaldan bu? 4 kil bozor. Assalomu alaykum aka. Uzumlancha mingan bo'lib turibdi. 8 ming so'm, 10 ming so'm. 8 ming so'm. Xurmolaring? 10 mingdan 8 ming. Almalar 7 ming. Xurmolar 10 mingga. Anarlar? Anarlar 10 mingga. Ya, ichi qizil. Genç havayla balık seversin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka xonam? Xurmolancha. Xurmolancha aka. 10 ming so'm. Axir men tushirmayapman. 40 tashimiz berna aka. Xurmolar 10 mingga ne? So'yganman, nechun yutqa chiqib o'tiribsan deb. 8 ming so'm. Bular 8 ta. 5,5 ming so'm. Xaltalar 5,5 ming. Ya, xaltalar 5,5 ming berib turibdilar. Kiloga 6 ming. Her türlü bakayın. Xurmoga qarab. Assalomu alaykum. Mevalarning bahası bugün shundan bo'lib turibdi. Qaytib berasiz qo'ying apa hammasidan. Qaytib kelishib beramiz. Bozorni bugungi bahası shunday. Assalomu alaykum og'a. Bemalol tushiraveradi. Bu dehqon Analaringiz nechik chiroyli ko'rinib turibdi bular. Anorda eng zo'ri Qashqadaryoniki, Kitob shahriniki. Oqboy sorti. Baholarni ayting qani endi. Bu 20 mingdan 18 qilib beraman. Buni 16, 15 qilib beraman. Agar sizning nomingizdan kelsa 14 qilib beraman. Ya eshitinglar do'stlar. Sho'rini отдельно qo'yib qo'ying, qarang buni. Sho'rini ham chiroyligini qarang. Ha. Sho'r deganini ham chiroyligini qarang. Qanchalik go'zal. Gördingizlarmi meni? Buni go'zalligini. Her türlüsü bor. Buni go'zalligini qarang. Buni sho'r deb bo'lmaydi. Buni asal deydi odam. Buni qarang. Ne bugungi narx-navolar shunday bo'lib turibdi do'stlar. Bozor narx-navosi shunday bo'lib turibdi.